Assalomu alaykum barliq dunyoning har qaysi joylaridagi vatandoshlar. Biz bugun Sharq xalq jamiyatininki o'rinlashtirishi bilan olib borayotgan namoyishimizni davomlashtiryapmiz. Har shanba kunda bo'layotgan. Hozir 3-oy qadam bosdik. Aziz vatandoshlar, bizning namoyish qilish maqsadimiz Yaponiya hukumatidan yordam so'rash, Yaponiya jamoatchiligidan yordam so'rash. Yani Sharq Turkistondagi insoniy dafsanchilikka, Xitoy tajovuzchilarining xo'rlab o'ldirishiga qarshi maydonimizni bildirish va butun dunyo xalqidan yordam so'rash, yani insoniyatdan yordam so'rash namoyishi vatandoshlar. Chunki bugungi dunyoning tuzilmasi demokratiya. Yani kelib biz Yaponiyadagi eng yuksak demokratik bir sistemaga ega bo'lgan dunyodagi demokratiya tuzilmasida bir yo'lbosh olayotgan bir davlatda namoyish qilib turibmiz. Biz cho'qim Yaponiya hukumatininki bizga yordam qilishga ishimiz qilmoqda. Amerika va barliq demokratik hurmat qarashga hurmat qiladigan davlatlarning bizga yordam qilishga ishimiz. Endi biz namoyishimizda aziz vatandoshlar diqqat qilgan nuqtalar eng muhim nuqta Xitoyning jinoyati muhim qarindoshlar. Xitoyning jinoyati bilan birga Xitoyning Sharq Turkistondagi kimligini iqror qilish, mayli qaysi xil fikrda da'vo qiling, mayli inson haqlari da'vosi qiling, qanday da'vo qiling. Cho'qim Xitoyningki Sharq Turkistondagi kimligi, ya'ni tajovuzchi kimligini ishlatmagan da'vo, suiqasd da'vo aziz vatandoshlar. Men bu fikrni ko'pdan bir da'votiman. Şu qarindoshlarimizni bunga alohida diqqat qilishini, mayli arz yozsin, mayli nima yozsin, mayli namoyishlarning arzini sunsin tashqi dunyoga Xitoyning kimligini cho'qim yetishimiz shart. Shu chog'da biz Xitoyning yasab chiqqan da'vosi bilan sog'lom, to'g'ri da'voni taqdimimiz aziz vatandoshlar. Mana bu plakatdagi Sharq Turkiston xalqiga mustaqillik, Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistondan chiqib ketsin. Ceza lagerleri kamplar bekar kılınsın degan plakatda shiorlarimiz bor. Anadaki Yaponiya ve Amerika dünyadagi barliq demokratik davlatlardan yordam so'rash shiorlarini qo'ydik. あなたは家に同時で罪の許しをいただいてください。聖書の言葉で、天と地とすべてのものを作られた神は、かつてSharq Turkiston masalasi aziz vatandoshlar, bu hargizmo Xitoyning ichki ishi emas, tarixning ichki ishi bo'lmagan, turganning ichki ishi emas. Ma'lum, atalmış Xitoyning da'vo umkidiki Xitoy bilan balkim tashqi dunyo ayni vaqtda ma'lum bir kelishimlar orqali kelishib o'tirga chiqqan o'yanchi da'vochilar bo'lsa-mu, ularning qilgan da'vosi yolg'on qilinmoqda. Men keskin inkor qilaman. Chunki Xitoy kimligini ishlatmaydi ular. Ikkinchidan bayroqninki qurilgan davlat nomi, ya'ni Sharq Turkiston. Buni ishlatmaydi ba'zilari. Demek ki her xil atalgılar bilan o'tirib chiqib olgan, lekin bu bizni aldab kelgan bir da'vo vatandoshlar. Shuna biz to'g'ri tuzgun da'vo qilamiz, tashqi dunyoning bizga yordam qiladigan ishimiz qarindoshlar. Bizning eng haqli o'rin bizning da'voni ko'targan shu var, Xitoyning tajovuzchi kimligi qarindoshlar. Shuna har vaqt musulmon vatandoshlar Xitoyning kimligini olmaylik, mayli yozmaylik, mayli her xil şunday namoyish faoliyatlarni o'rnashtirganlik Xitoyning kimligini unutmaylik qarindoshlar. Sharq Turkistondagi Xitoy kimligi tajovuzchi. Biz shu kimlik bilan xalqaro haq qo'rg'ashimiz vatandoshlar. Agar Xitoyning kimligini yo'qolgandan keyin bizning da'voyimiz qanday da'vo qildik, mayli hech kunduz vaqtlaylik bu da'voninki hech qanday bir siyosiy qimmati xalqaroninki o'rnashish o'z bo'lmaydi qarindoshlar. Aziz vatandoshlar, bugungi namoyishimizda gap qilmay, jimjit qilmoqchiq, biroz ham xalqimizga ochiq bildirish, maqsadimizni ochiqlashimizda biroz so'z qildim. Aziz vatandoshlar, hammalarni tushunishlarini umid qilaman. Chunki bizga g'alaba kerak aziz vatandoshlar. Biz budan aldansak, biz faqat sizga emas.
faqat tugaymiz. Shunga to'g'ri da'voga ega chiqaylik. Dunyoning qayerda bo'lsak, to'g'ri, pokiz da'vo qilaylik qardoshlar. Xitoyning federatsiyani talab qilishmi bizga qardoshlar qat'iy to'g'ri emas. Şinjanchi da'voni to'g'ri emas qardoshlar. Faqat mush ko'p bayroqninga qurilgan davlat kirbi va davlat formulasi Sharq Turkiston nomi. Mush formulasi da'vo qilamiz, Xitoyning kimligini davomli ishlatamiz. Shundan birga xalqaro jamiyatdan o'zining mas'uliyatini ado qilishni, Sharq Turkiston xalqining demokratik huquqlarini qo'llashni talab qilamiz. Barliq insoniyatga va barliq Sharq Turkiston qatnashchilarimizga muhojiratga hammalarga rahmat aytamiz. この無罪私を憐れんでください。私の罪を清めてください。このように心からイエス・キリストを呼び求める人は罪が許されます。永遠の命が与えられます。